Smartfon xarid qilayotganingizda siz bir necha omillarni hisobga olishingiz va bir qancha savollarni berishingiz lozim. Masalan, men ushbu smartfondan nima maqsadda foydalanaman? Misol uchun, agarda siz kundalik hayotda faqat ijtimoiy tarmoqlar yoki aloqa uchun foydalanadigan bo'lsangiz, sizga flagman seriyadagi smartfonni xarid qilishingiz shart emas. Agarda siz kundalik hayotingizda Yandex ilovasi, MyTaxi yoki bir qancha hozirgi kundagi zamonaviy o'yinlar, Call of Duty yoki PUBG Mobile yoki shunga o'xshagan zamonaviy o'yinlarni o'ynaydigan bo'lsangiz, albatta sizga o'rta budjetdagi smartfonni xarid qilganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda siz zamonaviy doim flagmanlarga intiladigan, kamerasi juda ham kuchli va kontentlarni olishni sevadigan bo'lsangiz, tabiiyki sizga premium klassdagi, ya'ni flagman smartfonlarni xarid qilish to'g'ri bo'ladi. Mana shunday parametrlar va mana shu savollarni siz to'g'ri beradigan bo'lsangiz, o'zingizga kerakli bo'ladigan hamrohingizni eng kamida 3-4 yil mobaynida sizga xizmat qiladigan smartfonni tanlashingiz osonroq bo'ladi. Bugun sizlar bilan Honor kompaniyasidan yuqori texnik imkoniyatlar, ko'rkam dizayn va ajoyib kameraga ega bo'lgan Honor Taurus Lite smartfoni haqida gaplashamiz. Uni texnik imkoniyatlari, afzalliklari va kamchiliklarini bosqichma-bosqich o'rganamiz. Ekrandan uzoqlashmang, demak, boshlaylik. Smartfon ekrani AMOLED, hajmi 6.7 dyum, ruxsati 1080 ga 2412 piksel, har bir dyum uchun 394.4 keladi. Maksimal ekran yangilanish tezligi 120 Hz ni tashkil etsa, maksimal da'vo qilingan yorqinligi esa 3500 nit. Ekranning korpusga foizlarda farqi 89.9%. Ekran afzalliklaridan esa DCI-P3 Always On displayni qo'llab-quvvatlaydi. Dizayn hamda korpus. Ko'rib turganingizdek, smartfon qo'lga juda ham yaxshi o'rnashadi. Barmoq izlari qolish ehtimoli esa juda ham kam. Bo'yiga 161, eniga 74.6, qalinligi esa 7.3 mm. Korpusning afzalliklaridan esa IP65 texnologiyasi qo'llanilgan hamda kamera uchun maxsus knopka ham joylashtirilgan. IP65 texnologiyasi yomg'ir va suv tomchilariga qarshi. Ya'ni siz suhbatlashayotgan yoki smartfondan foydalanayotgan vaqtingizda smartfoningizga suv sachrasa yoki yomg'ir tomchilari tushsa, korpus ichiga suv kirish ehtimoli juda ham kam. Lekin smartfon bilan suvga sho'ng'ishni tavsiya etmaymiz. Barmoq izi skaneri esa ekranda joylashtirilgan. Aziz kuzatuvchilarimiz, ko'rib turgandek, smartfonni dizayni hozirgi kunda faqat flagman seriyadagi smartfonlarni ishlab chiqaruvchi kompaniyaning ajoyib modellariga o'xshashib ketadi. Topingchi qaysi smartfonlarga o'xshaydi? Izohlarda albatta o'z fikringizni yozib qoldiring. Endilikda esa ushbu smartfonning to'liq texnik imkoniyatlari, ya'ni samaradorlikka javob beruvchi operativ xotirasi, asosiy xotirasi, protsessori va batareykasi haqida sizlar bilan suhbatni davom ettiramiz. Bugungi qahramonimiz uchun MediaTek Dimensity 7025 Ultra protsessori o'rnatilgan. Maksimal chastotasi 2500 MHz. CPU yadrolar soni esa 8 ta, ya'ni 2+6. Arxitekturasi bilan to'xtalib o'tsak, 6 yadrosida 2 GHz Cortex A55 bo'lsa, qolgan 2 yadrosi uchun 2.5 GHz bilan Cortex A78 xizmat ko'rsatadi. Tranzistor hajmi esa 6 nanometr. Smartfon operativ xotirasi 8 yoki 12 GB, xotira turi esa DDR4X. Chastotasi esa 2133 MHz. Kanallar soni esa 2 tani tashkil etadi. Asosiy xotirasi esa 256 GB. Operatsion tizim uchun esa Android 15 javob beradi. Batareyasi ham bir qancha kuchli, umumiy hajmi 5230 mAhni tashkil etadi. Quvvat olish adapteri esa 35 Watt. Batareya turi esa litiy polimer. Albatta, smartfonning texnik imkoniyatlari yomon emas, shunday emasmi? Endilikda esa bugungi video sharhimizni kulminatsion nuqtasiga yaqinlashib qoldik. Hozirda sizlar bilan kamera, uni texnik imkoniyatlari, foto yoki videolarni e'tiboringizga havola etamiz va qisqacha ularni ham texnik imkoniyatlari haqida tanishtiramiz. Bugungi qahramonimiz o'rta budjet segmentida bo'lishiga qaramay, kameraning texnik imkoniyatlari qisman olganda yuqori, natijalar esa albatta yomon emas. Asosiy kamera matritsasi 108 megapikselni tashkil etadi. Suratlarda ruxsati esa 12000 ga 9000. Raqamli zoom hamda stabilizatsiya
stabilizatsiya o'rnatilgan. Afsuski 8K yoki 4K da video yozib ola olmaydi. 1080 ruxsatida esa soniyasiga 30 ta kadr. Ultravide kamerasi esa 5 megapikselni tashkil etadi. Kameraning afzalliklaridan bokeh effekti va pro rejimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Frontal kamera ham yomon natijani ko'rsatmadi. Jonli efirlarni bemalol o'tkazishingiz yoki selfie qilishingiz mumkin. Megapiksellar soni 16 ta. Aziz kuzatuvchilarimiz, umumiy hisobda menda bugun shu. Albatta kuzatuvchilarimiz orasida ushbu smartfondan foydalanganlar yoki foydalanayotganlar bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sababi navbatdagi xaridni amalga oshirmoqchi bo'lgan mijozi uchun bu muhim omillardan biri hisoblanadi. Sensor do'konlar tarmog'ida ushbu smartfonni boshlang'ich va qo'shimcha to'lovlarsiz yagona pasport evaziga xarid qilishingiz mumkin. Sovg'asiga esa mana shunday ajoyib Honor kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Bluetooth quloqchinlariga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, do'stlaringiz bilan ulashing, o'zingizni va sevimli insonlaringizni esa ehtiyot qiling. Do'konlarimiz tarmog'ida ko'rishguncha